Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 2024-yili 10 ayning 5-kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Hozir haftada 2 qatim qiladigan videolik naq maydon programmasiga chiqishim. Bugun men so'zlaydigan jami 4 mazmun bor. Uniki birinchisi Uyg'ur Project fondiniki xabari. Ehtimal sizlar hammalar bildinglar. Biz 9 ayındaki 21 ve 22 günü 2 gün İstanbul'da leksiya 20 leksiya degan faoliyatni yapardik. Şu faoliyatni tugitib men o'tgan yakshanba kuni qaytib keldim sog' salomat. Andan dushanba kuni boshlab endi jiddiy ishga tushib ketdim. Shu sababdan bundan 2 haftadan burungi videoga chiqolmadim. Buni o'tganda deb qo'ygan ehtimol xabar topdinglar. Bugun men so'zlaydigan jami 4 cho'ng mazmun bor. Mavu abaydan deganimdek Uyg'ur Project fondiniki xabari. Endi o'tgan yilgi faoliyatlar so'yishtirgan chog'da bir qism o'xshashliklar bor, bir qism ilgirlash bor bu yilgi faoliyatda. İstanbulda 20 leksiya degan faoliyatda. O'tgan yil 2 kunlik faoliyatniki tushlik tamoqiga kelgan odamlarning soni 110 atrofida bo'lgan. Har kuni 110 dak odam tush tamoq yegan. Bu yılmı dal aşındaq oldu. 2 gün 110'dan kişi tush tamoqqa keldi. Demekçi faoliyatga har kuni kelgan odamlarning soni 110 atrofida. Bu jihatdagi ishlar o'tgan yil bilan o'xshash. Endi o'xshamaydigini tuvandagi 3 jihatlarda biroz ilgirlash bo'ldi. Bu yil tushdan burun 2 qatim, tushdan keyin 2 qatim savol javob qila oldik yarım soatdan. Har 2 kunda. O'tgan yil birinchi kuni qilib, ikkinchi kuni qilolmagan sababi vaqt yetishmay, aslida shunday planlagan bo'lsak-mi qilolmay qolgan. Bu yil savol javobni aytib ubda yapardik. Bu bir ilgirlash bo'ldi. Ondan keyin bu yil haqsiz kitobdan 5 ni taqatdik. Shu faoliyat jarayonida. Uning birinchisi biz bu yil chiqargan Davr va biz degan kitob. Bu maqolalar to'plami. 32 yozuvchi 38 parça maqoli yazmagan, amaliyotda maqolaning soni undan ko'proqdi. Bir qismini bağlash gruppasi tasdiqlamay qolib qolgan. Shunga bu kitobni chiqardik, buni haqsiz taqatdik. Andan keyin o'tgan yil chiqargan kitobdan mo'yin ozroq eshib qolibdi ekan. Bu yil uni mo olib shu yerda haqsiz qo'yib qo'ydik. O'tgan yil olmagan qarindoshlar bu yil elib oldi deb o'ylayman. Bundan boshqa Kanada'daki singlimiz Gülşen Abdülkadir 3 tane kitabı bu yıl haqsiz taqtildi. Bu 3 kitabni yerim chiqimini Uyg'ur Project fondi ko'tardi, bostirish haqqini. Yerimini Gülşen singlimiz o'zi ko'tardi. Ashta qilib bu 3 kitobni bostirib, shu yig'im maydoniga olib, uni haqsiz taqatdik ashada. Bundan boshqa bu yıl New York'taki dostumuz Doktor Mehmet Emin onunki bir kitabını nashr qildik Uyg'ur Project fondidan. Nashr qilib buni shu yig'im maydonida haqsiz taqatdik. Shunda qilib bu yil haqsiz taqatgan yangi kitob 5. Ondan keyin Davr va bizniki o'tgan yilni qo'shganda 6 kitobni haqsiz taqatgan bo'ldik bu yil. Bundan boshqa Avustraliyadagi Salima Kamal Adimiz apayniki bir kitabını chiqargan yaqinda. Uyg'ur chapayib kim degan kitob. Bu qatiq tashliq kitob. Bu kitobniki chiqiminingki ko'pinchisini Uyg'ur Project fondidan chiqardik. Biz odatda kitobni qatiq tashliq qilib bosmaymiz, faqat yumshoq tashliq qilardik. Shunga kitobni qatiq tashliq qilish uchun uniki qolgan chiqimini Salim apay o'zi ko'tardi. Ashta qilib bu kitobni bostirib olib buni arzon bahada aşağıda satışga qo'yib qo'ydik. Bu kitobniki 250 tane bostirish uchun Uyg'ur Project fondi 40 ming liradan jiroq pul chiqardik biz. Salim apay o'zim pul chiqardi, u qancha chiqardi men esimda qolmabdi. Ashta qilib bizniki chiqargan biz xarjlagan pul bir kitobga 160 liradan pul xarjladik endi. Ashta qilib bu kitobni 200 liradan sotilganga qo'yib qo'ygan yerda 2 kunda jami 30 dona sotilib, menga 6000 lira qaytib keldi. 6000 lira qaytib keldi, qolgani qolib qoldi.
Aşağı qilib bu kitapni bu yıl bir obdan bir as qo'shdi bizning faoliyatimizga. Anandan keyin leksiya so'zlagan 20 nafar qarindishimizga men o'zimniki g'oliblarning xarakteri va savoqlari degan ma kitobni hadiya qildim. Bu burun nashr qilgan kitob nima Turkiyada bu kitobni Almanyada solinadi azam bahoda. Anandan keyin Şvetsiyadan Muhtar Abdülkerim Canbaz inimiz Avrupa Uyghur ansambli chiqargan bir Uyg'urcha naqshi muzika VCD'sini shu leksiya so'zlab bergan 20 qarindishimizga birdan hadiya qildi. Ashta qilib bu faoliyatimiz bu yil mushayata nayti ma'nilik bo'ldi. Leksiyadan boshqa endi mana shunday faoliyatlar bo'ldi. Anandan keyin bu ikkinchi alayiligi bu yilgi faoliyatniki üçüncü alayiligi bu yil shu İstanbulda 20 leksiya faoliyatiga qo'shib yana 3 faoliyat oldi, Kenyada yana 3 faoliyat elib berildi. Uning birinchisi Amerikadagi Tahir Ahmad inimizniki kitobi haqidagi bir suhbat yig'ini bo'ldi juma kuni 20 sentabr kuni. Andan keyin Düşenbe günü 23 sentabr günü Salime Apay'niki Salime Apay'a şu kitap münasebeti bilen Tarım Edebiyat Mukafatını taktiş söhbet ötküzüş faaliyeti oldu Düşenbe günü. Ondan keyin yine Ezaysa Elkün kardeşimizniki bir şiirler toplumu Uygurcadan Türkçe'ye tercüme kılınıp neşir kılınıptı. O tercümeni İstanbul'daki sanımız Amina Sadaf sanımız tercüme kıptı. Şu kitap münasebeti bilen yani bir faaliyet ötküzüldü. Meni ismini kılışça Türkiye'deki edebiyat yazgıçılar birleşmesi bunu aşağı orunda ötkazdı bunu. Aşağı kılıp iş kılıp bu yılki bir çoğun hoşanlarlık bir ilgilileş bizdeki faaliyetimizge koşup yeni 3 faaliyet okşaş vakti ötküzüldü. Aşağı bu aşka İstanbul'da 20 leksiya faaliyeti kelgan qarindoshlarniki bir qismi qolgan 3 faoliyatlarga qatnasha oladi. Ashning bilan shu bir haftadak vaqt ichidagi bizniki ijobiy siyosiy turmushimiz mo'l bo'ldi İstanbulda. Bundan biz xo'shal mushishlarni o'zish qolgan barliq qarindoshlarga bizga yordam qilgan qarindoshlarga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Endi shunday qilib bu yilgi İstanbulda 20 leksiya faoliyati oxirlashdi. Endi bundan keyin qanday qilamiz degan savol chiqadi tabiiy holda. Bizniki hozir Uyg'ur Project Fondiniki hozirgi qarori bu faoliyatni 2 yil qilmay 2026 yilda yana asliga keltirish, davom qilish, 2 yilda bir qilish. Buning sababi nima degan chog'da biz o'tgan yil va bu yil bu faoliyatni qilganda burun bunday bir so'rim bo'lmag'achqa burun maqola yazib yig'ilib qolgan maqolalar bu 2 yildagi faoliyatda Uyg'urlar bilan yuz ko'rishdi. Kitoblarga kirib kitob qilib chiqarib ashta qilib bo'ldik. Shunga biz chet eldagi qarindoshlarga yana bir maqola yozishga biroz vaqt beraylik deb o'yladik. Endi kelar qitim bu faoliyatni qilgan vaqtimizda 2026 yili biz talabni sal yuqori qilmoqchi. Maqolalarga qo'yilgan talab hamma maqolalar chuqur akademiyalik saviyada bo'lishi kerak. Ondan keyin bizniki bir chiqargan cho'ng temamiz bor. U nima degan chog'da Uyg'urlar duch kelgan masala nima, qanday masalaga duch kelyapmiz, uning sababi nima, uni hal qilishning chora-tadbirlari nima. Mushu mazmunni cho'rdigan holda keyingi faoliyatda biz maqolalarning mazmunini mush mazmunga moslashtirib qattiqroq kontrol qilamiz. Shunga qarindoshlar hozirdan boshlab maqolalarni davomli yozsanglar bo'ladi. Xudoyim bo'lsa biz yaqinda Uyg'ur Project Fondi va Uyg'ur Axborot Markazi birlikda bir videolik suhbat faoliyatini yapmoqchi. U suhbatniki videolarini Uyg'ur Axborot Markaziniki YouTube kanaliga qo'yamiz biz. Naq maydonda taqitimiz. Shundan boshqa yangidan yozilgan maqolalarni ichidan tanlab biz oldin ola mushtaq suhbatga o'rlashtirishimiz mumkin. Futurliq maqola bitgan chog'da suhbatga o'rlashtirib uni video qilib chiqarishimiz hamda maqolani
shu Uyg'ur Project fondining va boshqa bir qancha muhim torbatlar bor, shu torbatlarga chiqarmoqchi. Bu ishlarni qilib bo'lamiz. 2026 yildagi İstanbul'da 20 leksiya faoliyati bo'lgan vaqtida yana biz uni leksiyaga ulashtiramiz ham kitob qilib chiqaramiz. Shunga maqola izolaydigan Uyg'ur ziyoli qarindoshlar hargiz bo'shib qolmanglar. Davomli tirishinglar, maqola yozinglar. Sizlarning maqolalarni xalq bilan yuz ko'rishtiradigan bizniki munbarlarimiz bor. Buni biz davomli qilamiz. Meni sal kechiringlar degan bizim vaqtimiz soat 5dan boshlab Dünya Uyg'ur qurultiyi 8 navbatlik Dünya Uyg'ur qurultiyi vakillar yig'ini bo'ldi. Men soat 5da 10dan turib shu yig'inga qatnashdim. Ondan keyin azat tayyorlik qilib leksiyaga chiqdim hozir. Ashta bu boshqa biroz charchoqliq. Atiyina soat 5dan boshlab yana bir yig'in bor. Men qatnashimda bizning hayotimiz mana o'tadi endi damlash kunlari. Yana bir xabar Uyg'urlar haqida. Erta yakshanba kuni İstanbul'da bir muhim faoliyat bor. Bu faoliyat soat 10dan tushdan burun soat 10dan tushdan keyin soat 6gacha. Bu nima faoliyat desanglar? Bu faoliyat Nesli-Shah Kultur va san'at markazida o'tkaziladi. Shu faoliyat haqidagi uqtirishni maslaga bir o'qib beray. Tugum san'at gruppasi İstanbul'da oliy maktabda o'qiyotgan 8 yoshdan tarkib topgan bo'lib, ko'rgazma kunisi bu guruhdagilardan sirt 25 kursantmi ham xizmat o'tash orqali kuch birlikda ish umlikda maqolaning hikmatini amalga oshirishga tirishyotdi. Ko'rgazmada bu bir ko'rgazma faoliyati. Ben bu 8 nafar yaşdan 4 bilan kuruşup söhbetleştik. Ularniki aqlidan, tirishchanligidan, ijodkorligidan, ondan ömrügidan, kelgusi haqidagi planlaridan ta'sirlandim. Ta'sirlanib, şu biz bu faoliyatni qo'llaylik deb qaytib keldim. Uyg'ur Project fondidagi qolgan direktorlar bilan maslahatlashib, bularniki iqtisodiy chiqiminiki bir qismini Uyg'ur Project fondidan chiqarib berishni qaror qildik. Ham pulniki yerimni o'yatib bo'ldik hozir. Shunga bu ishni sizlarga hozir deb o'tirishim sabab shu. Ko'rgazmada 30 atrofida o'quvchining 2 oylik kurs jarayonida sizgan, yozgan va yasagan adabiy ijodiyatlari ko'rgazma qilindi. Bu ijodiyatlar rasm, hikoya, she'r, o'rnak, tonur degandek san'at asarlari va oddiy Uyg'ur qo'l hunarvanchilik o'rnaklaridan tashkil topadi. Bu asarlar 2 xil turga ayriladigan bo'lib, birinchi turdagilar kursantlarning birlikda hamkorlashib vujudga chiqargan asarlar bo'lsa, ikkinchi turdagilar kursantlarning shaxsiy asarlari hisoblanadi. Yuqoriqilardan sirt kursantlarimiz 2 oylik 2 oy jarayonida adabiyot san'at darslariga qo'shimcha qilib, İstanbul'dagi Gulzoda Tangritog'li qatorliq o'qituvchilardan usul qatorliq darslarni olgan bo'lib, ko'rgazma kuni o'quvchilar bu 2 oylik 2 oy jarayonida o'rganganlarini naq maydonda ko'rsatdi. Duttar, usul, naqsha, she'r, deklamatsiya qilish va xor aytish qatorliq faoliyatlarni qilib o'tdi. Shunga bu bir nihoyatda mo'l mazmunli faoliyat ekan. Ashta bu boshqa albatta men degandek buni tashkillagan Uyg'ur yoshlardan intayin ta'sirlandim men. Bu kelgusidagi bizning Uyg'ur yoshlarimiz mushtaq bo'lishi kerak. Mushtaq bo'lganda bizningki millatni saqlab qolish va qutqizib qolish va milliy erkinligimizni qo'lga keltirishdan umid bor. Men albatta deyishni unutib qolibman. Bu qatimki İstanbul safarimda meniki his qilgan bir qancha ta'sirotlarim bor. Uni albatta deyishni unutib qolibman. Birsi shu qanday qilib Uyg'ur yoshlarini tashkillab shu Uyg'urlikni saqlab qolish davosiga yuzlantirish. Bu intayin muhim. Ma yoshlarniki qilayotgani bir xil ulgulik faoliyat bo'libdi. Albatta dunyoniki boshqa joylardami tashkillanib ish olib berayotgan Uyg'ur yoshlari bor. Ular yolg'iz bo'lalar emas endi. Ma qatim ma faoliyat munosabati bilan tilga oldim. Yana shtaq bor, lekin buningdagi texnik kengaytib, butun dunyoga kengaytirish kerak deb o'ylayman.
bu bir his qilganim meniki yana bir his qilganim men bu qatim İstanbulda turish jarayonida bir necha yosh o'quvchilar bilan uchrashdim. Ularning hammasi nihoyatda o'qishni yaxshi o'qigan, o'rta maktab, oliy maktabda o'qishni nihoyatda yaxshi o'qigan, andikin o'rlab o'qimoqchi bo'layotgan, lekin iqtisodiy cheklama tufaylidan hozir amalsiz qolgan. Bu masala intayin ig'ir ekan. Bunday masala yolg'iz yosh o'quvchilar emas, ig'lik tikilmoqchi bo'lgan Uyg'ur korxonachilar ichida mavjud ekan. Ashta bo'g'ashqa shu Uyg'ur o'quvchilarga yordam qiladigan, andikin Uyg'ur korxonachilarga yordam qiladigan bir organ nihoyatda zarur bo'lyapti chet elda. Aslida chet elda bir Uyg'ur ma'rif fondi degandek bir fondi vujudga kelsa, mushtaq yosh o'qigan, ammo iqtisodiy qiyinchilik tufaylidan o'rlab o'qishga amalsiz qolgan yoshlarga yordam beradigan bir narsa vujudga kelsa bo'ladi. Bu bir narsa kam hozir bizda. Undan boshqa Uyg'ur korxonachilarni bir yerga akilib, ularga kasbiy bilim, texnikalik masalalar jihatdan yordam qilish va iqtisodiy jihatdan o'zi duch kelgan masalaga nisbatan bir xil yechimlarni vujudga keltirish, mushtiyatim ish qilish kerakdi. Bu bir bo'shliq hozir. Uyg'ur korxonachilar ichida taraqqiy qilib ma'lum bir pallaga yetgandan keyin o'ziniki bilim qobiliyatlari yetishmay shu undan ustun baldaqqa chiqolmayotgan ahvol nihoyat ig'ir ekan hozir. Iqtisodiy qiyinchilik uchrayotganlar bor. Men undaqlar bilan ko'rishdim. Mush soat ish qiladigan Uyg'urlar chet eldagi bir o'ylash baxsanglar ishlarni. Hozir chet eldagi Uyg'urlar duch kelayotgan nihoyat jiddiy masaladan mushtaq masala bor ekan hozir. Endi bugun so'ragan ikkinchi mazmun vatan xabari. Men İstanbuldan qaytib kelgan bir haftadagi vaqtniki mobaynida ijtimoiy tarmoqlarda yangi narsalarni ancha uchratmadim vatan haqida. Hozir bu jihatga uchurga erishish intayin tashlashib ketdi. Buni aytib endi kurvog'li bo'ladi hozir. Ashta boshqa men tunugun kechiringlar. Amerika Washington DC rayonida yashaydigan Zumrat Davud singlimizniki Facebook betiga berib qarab baqdim. Bu singlimiz yangi videolarni chiqaradi davomli. Shunga hozir yaqinda vatanda nima ishlar bo'layotgandi shuni bir ko'rib baqay deb bir qarab baqdim. Ahvol bak echinishliq. Meniki diqqatini tortgan 4 masala bor. Uniki birisi Uyg'ur qizlarini xotin qilib olmoqchi bo'lgan Xitoy erlarini tunishtiradigan e'lonlar. Bu e'lon videoliq Uyg'ur tilida shu Xitoyniki rasmiy uniki Xitoy o'rklarining nerede yashaydiganligi, maoshi qancha ekanligi, nima xizmat qilganligi, Uyg'ur qizining xotlanmoqchi ekanligi to'g'riliq videoliq e'lonlar. Mushtaq narsani ko'rdim. Ikkinchisi Uyg'ur qizlarining bozorda setilishi. Bu bozorda setilishi qanday desanglar, bir bozorda bir Uyg'ur qiz ko'zini ostini yeb olgan, oq dakidak to'r bilan yeb olgan matarapini ko'zi uchuq beshida yog'lig'i bor. Onun beshida yog'lig'i yo'q deyman. Ani qo'lda bir topdak bir narsa bor, uni shu Uyg'urlar to'y qilman deb kelgan bir top Xitoy erlariga otdi oqisiga mundaqcha. Atgandan keyin u topni bir Xitoy tutib oldi. Tutib olib, shu Xitoy mush Uyg'ur qizini oldiganga tanlangan bo'ladi. Ahvol intayin ichinishliq. Uyg'ur millati hozir dafsanda qilinib, mushu kunga tushib qopti. Bu uch qashqara bo'tgan ish. Shunga videolarni sirq chiqatdi degan gap. Men diqqat qilgan 3-chi mazmun Uyg'ur yoshlarniki, o'g'il qizlarniki AIDS kasaliga giriftor bo'lib qolishi. Hozir bu ahvol intayin eg'ilishib o'tibdi. Buning ichida kishini cho'chitadigan bir ahvol, hech qanday qalamqon ishi yo'q, to'yma qilmagan, ashtaq o'zi durust yashayotgan yoshlarning ichidami tuyuqsizlam AIDS kasali bo'lib qolgan ahvollar vujudga kelib turibdi. Buning oqsida nima bor? Qandaq suiqasdlar bor, buni uqulmaydi. Bu bizim millatning beshiga kelgan yana bir cho'ng fojia bo'lib o'tibdi hozir. Andikin mening diqqatimni tortgan yana bir video, bir Uyg'ur ana bir kichikroq bir yerdan cho'ngroq bir yerga erini davolatga ketib 28 kun shu boshqa bir yerda turib qopti. Turib erini davolatib, andikin erini uyga qaytarib akelsa, uyda qolib qolgan 3 o'g'li yo'q.
Bu o'g'liniki cho'ngi 14 yosh, o'tiranchisi 12 yosh, kichigi 10 yoshkan. O'g'il bola, 3 o'g'il bola. Hech qasi yo'q, izdirgi yo'q uyda. Bu ananiki jig'izarini ko'rgil bo'ldi videoda. Mushtaq ahvollar bo'lib turibdi. Qisqasi vatandagi Uyg'urlarning kuni hozirmi intayin fojialik, hech qanday narsa o'zgargani yo'q. Aksicha buning shakli o'zgarib, bizga kelgan zulmning shakli o'zgarib, irqiy qirg'inchilikning shakli o'zgarib, hozirmi davomlashyotdi. Hozir chet elda nurg'un kishilarniki nazarida yoki yashash usulida ham ish normallashgandek ko'rinyapti hozir. Amaliyot unday emas. Bizning xalqimiz hozirmi shundoq zulm ichida yashayapti, irqiy qirg'inchilikda yashayapti. Buni hech qanday vaqtida asdan chiqarmasligimiz kerak. Har qanday bir vijdon egasining Uyg'ur uchun da'vo qilmay yashay olishi mumkin emas hozirgi kunda. Meniki bu qatim olgan bu vatanda haqidagi narsani ko'rgandan keyin olgan ta'siratim shu. Endi 3-chi cho'ng mazmun xalqaro xabar. Buningda asosligi men bu Hezbollah haqida bo'lgan yaqinqi bir cho'ng voqeani qisqacha tunishtirib o'taman. Dunyoda 3 cho'ng istixborot organi bor. Uning birisi Amerikaniki CIA, Angliyaniki birisi va unda qolib qolsa Isroiliyaniki Mossad degan o'rni. Bu Mossad yaqinqi vaqtlarda shu O'tir Sharqdagi Hezbollah, Hamas, mushtaq tashkilotlarniki boshliqlarini o'ltirish jihatida bir qator ishlarni olib bordi. Nayta odamni cho'chitadigan darajada yuqori texnologiyalarni ishlatib, ishlarni olib bordi. Buniki yaqinda bo'lgan ahvollar nima desanglar, dastlabda mushtaq Hezbollah, Hamasniki boshliqlarini yanfun orqali tepib, ularni ayrim o'ltirish ishlarni olib bordi. Ashta bo'lgandan keyin Hezbollahning rahbarlari bu Mossad yanfunga o'xshash yuqori texnologiyani ishlatib ish olib bordi ekan, undaqda biz tuvan texnologiyaga tayinib ish olib boraylik deb o'ziniki qo'l ostidagi kishilarning yanfun ishlatishini butunlay cheklab, yanfunlarni hammasini timir sandiq silib qulplab qo'yinglar, ishlatmanglar deb, uning o'rniga chaqirg'ich pager deydi, inglizcha pager deydi, chaqirg'ich ishlatishni qaror qilibdi. Bu yil 2-oyda. Qaror qilib, buni o'ziniki qo'l ostidagilarga debdi buni, shu o'zining qarorini yetkazibdi. Buniki Hezbollah'niki birinchi qo'l boshlig'i Nasralloh ekan, Nasralloh degan kishi. Bu yerda nima uchun telefon qaragan chaqda bu chaqirg'ich biroz bexatar bo'ldi desanglar, telefon ikki yo'nalishda xabarlashadigan narsa. Siz boshqalarga signal o'tasiz, boshqalarimiz sizga signal o'talaydi. Chaqirg'ich bo'lsa, faqat boshqalardan sizga signal keladi, siz boshqalarga signal mandira olmaysiz. Ashta bo'lg'achqa bu Hezbollah'niki boshlig'i chaqirg'ich ishlataylik deb ashuni qaror qilgan ekan. Ashta buni qilgandan keyin bu ishdan Isroiliya Mossad xabar topgandan keyin ular buni bir cho'ng fursat deb bilibdi. Hamda bu Nasralloh chaqirg'ich sistemasini ishlashdan sal burun Isroiliya Vengriyada bir yolg'on xalqaro shirkatni burun quribdi. Ko'rinishda bu shirkat chaqirg'ich ishlab chiqaradi ekan. Xalqaro bozorga chaqirg'ich ishlab chiqaradi ekan, pagerni ishlab chiqaradi ekan. Ashta bir qiyofat kiryapti bular. Amaliyotda bu shirkat hech qanday mahsulot ishlab chiqarmaydigan bo'lib, chaqirg'uchlarni Tayvanning bir shirkati ishlab chiqaradi ekan. Bu Isroiliya Tayvandagi bir shirkatga pul berib, shu chaqirg'uchni ishlab chiqarib, uni o'ziniki qilib sotadi ekan, bozor soldi ekan endi. Shu jarayonda shu Hezbollah'niki odamlar ishlatadigan chaqirg'uchning ichiga portlatqich qachlabdi bular. Tayvandagi shirkat orqali. Endi bu yerda bir muhim masala bor. Isroiliya qanday qilib bu chaqirg'uchni Hezbollah'niki odamlarning qo'liga yetkazdi degan bir masala bor. Bu yerda Hezbollah'ning odamlari degan vaqtida butunlay yuqori darajadagi rahbarlari uniki. Bu yerdagi gaplar rahbarlar ustida bo'lingan gap. Qanday yetkazdi deganda bu yerda shu Isroiliyaning shirkatiniki shu molni sotadigan adami Hezbollah'niki mal ağaçlarını tepib,
ularga buni intayin tuvan bahada setib beribdi. Masalan, bozor bahosiniki 20%dek bahasida setib beribdi. Ashta ahvolda bu Hizbullahning odamlari ancha bu nimish bizga azon sotdi deb o'ylamagan o'xshaydi. Buni setib olibdi. Bu yerda yana bir masala bor. Mushu Isroiliyaniki yolg'on shirkatiniki boshlig'i Isroiliyadagi Mossad organiniki xodimi. Buniki mushu salohiyatni yushirish uchun Isroiliya yeni ikki shirkat quribdi yolg'ondan. Yolg'onni qurib, atrofda o'ynab yurib, kishilar faqat farq etolmaydigan, zodi bu shirkatning nima shirkat ekanligini bilolmaydigan bir holatga kelib, bu chaqirg'ichni Tayvanda yasab, uning ichiga bomba qachilab, buni Hizbullahniki yuqori darajalik rahbarlarining qo'liga yetkazibdi. Yetkazib, ehtimol xabarlarda bor, yaqinda bir kunisi shu Hizbullahniki yuqori darajalik rahbarlari ishlatayotgan chaqirg'ish bir vaqtda portlab ketish bir voqeasini tug'dirdi. Ashning bilan Hizbullahniki yuqori darajalik amaldorlarining 70-80% bir vaqt o'tib ketdi. Shu portlatishda, chaqirg'ichning portlatishi bilan. Endi shuning bilan bu ish bo'lgandan keyin bu Hizbullah yanfon ishlatmay, chaqirg'ichni ishlatilmaydigan bo'lgandan keyin bundan keyin aloqalashishni qanday qilamiz deb aloqalashishni maxfiy yig'inni chaqirib, shu yig'inda deyishilgan mundaq bir ishni yo'l qo'yibdi bular. Yo'l qo'yib, oldingi juma kuni, ya'ni 27-sentabr kuni ular Livanniki Bayqis shahridagi bir yer yuzidan necha 10 metr cho'nqurlikdagi oqibda bir yig'in etishni qaror qilibdi. Bu yig'inga Hizbullahniki qilib qolgan rahbarlardan boshqa ular yana İranniki Hizbullahni qo'llaydigan yuqori darajalik amaldorlardanmi bir qismlarini taklif qildi bu yig'inga. Lekin mushu yig'in etilishidan 2 soatlik vaqtdan burun Mossad Isroiliyaniki istixborot organi mushu yig'in haqidagi uchurni yana egallamabdi bular. Evagandan keyin shu 27-slar shu yer ostida necha 10 metr cho'nqurlikdagi oqibda bir yig'in ichilayotgan vaqtda Isroiliya havo orqali eg'irligi 1 tonna keladigan yerning cho'nqur yeriga teshib kirib, ondan keyin portlaydigan bombadan 80 nechini portlatdi. 27-slar o'tgan juma kuni 80 nechini portlatdi. Bunun neticesinde şu bomba tushgan yerda 60 metr cho'nqurlikdagi bir cho'ng azgal paydo bo'ldi. Ondan keyin shu yig'inga qatnashayotgan kishilarniki hammasi o'lib ketdi u yerda. Shunday qilib yaqinda mushtax bir cho'ng vaqa bo'ldi. Bu vaqa butun dunyoni bir qatim titratdi desak ham bo'ladi. Bu vaqaniki hozir endi har xil nima deymiz, har xil ma'nosi bor hozir. O'rta Sharqda bir xil ma'nosi bor, undan boshqa Xitoy, Rossiyalarga boshqa ma'nosi bor. Yaqinda o'sha Mossadniki qilayotgan ishlari boshliqlarni oldida ketkizib o'tish bir taktikasi deb qarashga bo'ladi. Shunga Hamas, undan keyin Hizbullahniki boshliqlarini oldida ketkizib o'tish ishlari bo'ldi. Hozirda bu boshqa bundan keyingi urushlarda boshliqni oldida ketkizib o'tish bu Xitoyga ishlaydi, Rossiyaga ishlaydi. Ashta bu boshqa hozir Rossiya bilan Xitoymi bu jihatdan aytdi cho'nqur dakka-dukkaga tushgan bo'lishi mumkin. Mush vaqalardan keyin. Andan keyin 4-chi xabar, 5 mazmun bor ekan. 4-chi mazmun men so'zlaydigan Amerikaniki xabari, Amerikaniki cho'ngroq xabari o'tganki seshanba kuni, 1-oktyabr kuni Amerikada muavin prezidentlikni talashayotgan ikki kishiniki bir munozirasi bo'ldi. Cumhuriyatchilarniki kandidati J.D. Vance bilan demokratlarniki kandidati Tim Walz. Mush ikkisiniki bir munozirasi bo'ldi. Bu muavin prezidentlik munozira faqat bir qitimla ilib borildi.
shu bir qatimliq ilib berildi. Bu qatimki munozirga CBS axborot shirkati riyosatchilik qildi. Ashta qilib bu nima tugagandan keyin, munozir tugagandan keyin analistlarningki ko'pinchisi bu munozirda Cumhuriyetçi Vance Ufti degan ko'z qarashni o'tirib qo'ydi. Endi bundaq munozirlar haqida agar 10 odamdan savol sorsa 10 xil javob beradi. Bu ijtimoiy fanning bir alohidligi. Ijtimoiy fanda ideyani, fikrini birlikka keltirish intayin tez. O'xshash narsaga o'xshamagan kishilarniki o'xshamagan ko'z qarashi o'tirib chiqadi. Tabiiy fan unday emas. Tabiiy fanda bir-birini qo'shsa ikki bo'ladi. Uningda andaq-mandaq munozir qilib bo'lmaydi. Ijtimoiy fanda qilib boshqa har xil fikrlar o'tirib chiqadigan gap. Endi bu yerda bir narsa eskartib qo'yadigan bir narsa Amerikaniki burunqi saylovlarga qarab qoladigan bo'lsak, muavin prezidentlik kandidatlarining munozirasiniki natijasining qanday bo'lishi bu prezidentlik sayloviga ancha cho'ng ta'sir ko'rsatmaydi. Biroz ta'sir ko'rsatadi, lekin hal qiluvchi ta'sir ko'rsatmaydi. Shunga bu ashta bir voqea, ashta tushunsangiz bo'ladi. Ba'zi analizchilar bu qatimki munoziraga numar qo'ydi, numar qo'yib Cumhuriyetçi Vance'ga 95 numar, Demokratçı Walz'ga 80 numar. Andikin bu qatimki munozirni boshqarib bergan CBS media shirkatiga 30 numar qo'ydi. Natijasi mashtaq bo'ldi deb numar qo'ydi. Endi Amerikaniki prezidentlik sayloviga naq bir oy qoldi degandan boshlab naq bir oy qoldi. Yana bir oydan keyin bilamiz kimniki utib chiqqanligini, kimniki utganligini. Yaqinda Amerikada bu shu saylovdan boshqa bo'layotgan cho'ngroq ish endi saylov haqidagi bo'layotgan ishlar nihoyatda ko'ngilsiz. Men ko'ryapman, endi sizlarga deb qo'ygandek bir mazmun chiqqandan keyin deb o'zimniki bilim uchunmi. Lekin nihoyat echinishlik, odamni xush qiladigan ahvollar yo'q. Yaqinda bo'lgan bir o'zgarish Amerikaniki kongresi qaror qilib, bundan keyin Trump saylov yig'inlarini ochgan vaqtida Trumpni qo'llaydiganga, xuddi Baydenni qo'llaydiganga o'xshash maxfiy soqchilarni chiqarishni qaror qildi bular. Bu jihatda qonunda o'zgarish bo'ldi Amerikaniki. Burun undaq emas ekandiq. Hozir Trump ikki qatim o'ldirilishga uchragandan keyin yaqinda bir yangi qonun chiqib, mashtaba yo'l qo'yilibdi. Undan boshqa Amerikada bo'layotgan cho'ngroq ish Amerikaniki bir qancha shtatlarda nihoyat cho'ng quyun ofati bo'lib, xiljiq odamni o'lib ketdi. Bir qismi yana vayron bo'lib ketdi. Amerikadagi yaqingi cho'ngroq xabarlar shu. Ondan keyin bugungi 5-mazmun Xitoy haqida. Xitoy yaqinda iqtisodni tirildirish yo'lida bir qism yangi tadbirlarni oldi. Masalan, bu tadbirlarning ichida Xitoyniki Markaziy bankisi pulniki o'simini 0,12% tuvalitish uni qildi. Ondan keyin bankaga qo'yilgan bankiniki banka zapasi qo'yilgan talab va uy qarzi pullariniki o'simini 0,5% kamaytirish mushtaq narsalarni o'tirib qo'ydi. Yana boshqa narsalar bor bularning. Undan boshqa Xitoy hukumati yaqinda 1 trilliondan yuqoriroq Xitoy pulini Xitoyniki paychak bozoriga soldi. Asosligi paychak bahsi tushib ketgan shirkatlarga berib bu pulni shu shirkatlarga o'zing paychakini o'zi sotib olish ashta yo'l qo'ydi. Ashning turtkisi bilan Xitoyniki paychak bozoridagi paychaklarning bahsi yaqinqi 2 haftadak vaqt ichida 20% o'sdi meniki bilishimcha. Bu butun dunyoniki paychak bozorlariga biroz ta'sir ko'rsatdi. Ondan keyin Xitoy endi mushundaq tadbirlarni qo'llash orqali o'ziniki bu yillik GDP'siniki o'sishini, GDP davlat kiriminiki o'sishini 5%ga opirish ashna narsalarni maqsad qilyotdi.
ma tadbirlarni qo'llanishga sabab shu. Lekin Xitoylar mush tadbirlarni qo'llagandan keyin dunyodagi donglik media shirkatlari hamsi maqola e'lon qilib, Xitoyniki bu tadbirlari ishlamaydi, unum bermaydi, ko'zga maqsadga yetolmaydi degan narsani o'tirib qo'ydi. Buning ichida Financial Times, Reuters and Bloomberg degan media shirkatlari bor. Ondan keyin bu shirkatlar Yaponiyadagi bir donglik iqtisod boshqaradigan bir shirkatni o'ziniki parazdan o'tirib qo'ydi. Qanday oqibat kelib chiqadiganligi to'g'riliq necha xil oqibatlarni o'tirib qo'ydi. Shularning ichidagi biroz ehtimolligi cho'ngroq bo'lgan oqibatlarning birisi Xitoyniki pay chekiniki bahasi bir qancha hafta yoki bir ikki oydan keyin yana 20% tushib ketishi mumkin. Qolgan tadbirlar ishlamaydi deydi. Bo'libmi Xitoy iqtisodini burun yuksaltirgan narsa uy bozori. Uy bozori ashtaq bo'lib, hozir uy bozori andikin davlat ichidagi sarfiyot, kishilarning pul xarjlashi, mushtaq narsalar bo'lib, bu jihatlarda hozircha o'zgarish yo'q. Yerim silni to'xtab qolgan uylar intayin ko'p. Xitoydagi uyning soni hozir silingan uyning soni Xitoyniki umumiy ehtiyojidan ko'p yuqori. Quruq uylar intayin jiq. Bu jihatda Xitoyda hozir cho'ng qurilishlarni butunlay to'xtab ketgan. Boshqa Xitoy hozirgi shu yaqinqi yangi tadbirlari orqali o'zininki ko'zlagan maqsadga yetolmaydi. Yana bek uzun bo'lsa bir qancha oydan keyin burunqi izga tushib qoladi degan farazlar o'tirib qo'yilyotdi. Endi yaqinqi mushloq cho'ng o'zgarishlarni keltirib chiqargan omil Xi Jinping o'zi. Xi Jinping yaqinda o'zininki iqtisodiy siyosatlarini 180 gradus burdi ta'tirisiga. Bu xuddi o'tganda Xitoy virusi vaqtida karantin qilish ishini 180 gradus burab, bir kun ichida butun Xitoy o'lkalarini echib o'tganga o'xshash ish bu. Nihoyatda cho'ng o'zgarish yasadi yaqin yoqi. Xi Jinpingniki o'tmishini biroz bilgan odamlar bilan bo'ladi. Bu intan fursatparast. Prinsipli ish qiladigan odam emas, fursatparast. Aslida boshqa ba'zi ishlarga qarab yiqib sal xatir kelib qolsa, birdamla bir kundan 180 gradus burila oladi ekan. Bu o'tganda Xitoy virusi mezgilida bir qatim isbotlangan, maqatimki iqtisodiy siyosatlarda yana bir qatim isbotlandi. Yaqini bo'lgan yana bir ish 1 oktyabrdagi Xitoy davlat bayrami. Bayramida bular bir Xitoy markaziy hukumatiniki bir ziyofat bo'ldi Beijingda. Bu qatim Xi Jinping shu ziyofatda o'ziniki siyosiy politbüro Gönjüji'niki doimiy hay'at a'zolari Chang Wei bilan birga o'tirmay bir stolda. Wen Jiabo bilan bir tarafida Wen Jiabo, yana bir tarafida Li Ruixuan o'tirdi ikki tarafida. Bu yerdagi Wen Jiabo kim desanlar, Wen Jiabo 2012-yilgacha davlatniki zonisi bo'lgan, boshbaqan bo'lgan odam. Li Ruixuan cho'ng amaldor endi. Bu ikkilisi aslida Deng Xiaopingga ergashib mangdigan odamlar. Deng Xiaopingga ergashib mangdigan Xi Jinpingni yaxshi ko'rmaydigan, Xi Jinpingniki siyosatlarini tanqid qilib kelayotgan odamlar bo'lar. Bu qatim endi Xi Jinping o'ziniki burunqi qolgan yiqilari o'tilan bilan o'tirmay, Gönjüji'niki doimiy hayotlari bilan masalanga. Ma ikkisini o'ng sol tarafga chiqarib qo'yib o'tiribdi. Bu bir yangilik Xitoyniki, yaqinki bir necha yillik ahvoldagi bir yangilik. Xi Jinping'niki 180 gradus burilganligining bir ifodasi. Endi kishilarniki faraz qilishicha, hozir Xi Jinping degan jallodniki o'rni xili obdonla tavrigan hozir. Ashta boshqa bu qatim ikki tarafiga Wen Jiabo bilan Li Ruixuanni o'tqizib qo'yishga sabab shu. Xi Jinping'niki kuni tas hozir bundan keyin. Shu sababdan bo'lyapti degan farazda o'tirib chiqdi. Endi Xitoy haqidagi yana bir cho'ng xabar o'tgan oy, ya'ni 9-oyda Amerika Kongressi bir yangi qonunni o'tirib chiqardi. Bu qonun nima qonun desanglar, agar Xitoy Tayvanga hujum qilmoqchi bo'lib, shu mush haqda ancha-muncha shartlari chiqib qoldi ekan, Amerika Xitoyniki Jongyang markaziy komitet a'zolari va undan yuqori darajalik hamma kadrlarning
ularniki xotinlari yoki erlarining, bolalarniki qinapsi qinotlarining qatorliq umumiy barliq tuqqanlarining chet eldagi iqtisodiy boyligini e'lon qilayotmoqchi. E'lon qilgan bo'ldi, to'ngiltib qo'ydigan bo'ldi va musodir qilgan bo'ldi. Mushtaq bir qonun chiqadi. Bu qonunniki maqsadi nima desanglar, Xitoyniki Tayvanga hujum qilishniki oldini olish. Men o'tganda sizlarga degan Xitoydagi shu Jo'yang markaziy komitet a'zolari va undan yuqori darajalik kadrlarniki chet eldagi boyliklarini Xitoyga qaytarib ekvamig'ichilik bu kishilar Xitoyniki Tayvanga hujum qilishni to'sidi. Nima qilsanglar, hammasini olib qolganligini biladi bular. Ayta boshqa bu narsani Amerikami tushunib, yaqinda ma qonunni chiqadi. Chiqargan ekan, endi menimcha Xitoyniki yaqinqi bir necha yil ichida Tayvanga hujum qilishi asosan mumkin emas. Men burmi degan, bu mumkin emas deb. Hozir yolg'iz bu tadbirdan boshqa yaqinda bizning ko'rganimiz Xitoyniki harbiy amaldorlardan 70 dan ko'p odamlar taxtdan tushib ketdi, yaqinda tutilib ketdi. Hammasi nima iqtisodiy chirchilik degan bahona bilan amaliyot unday emas. Bularning ichida Xi Jinping bo'lgan norozilikni aytib kuchlik. Ondan keyin Tayvan bilan urush qilmasa uni xohlamaydigan kishilar bular. Mushlardan 70 necha odamni tutib ketdi yaqinda. Ashta boshqa Xitoyniki harbiylari hozir asosan bir parlash holatda. Garchi sirtqi aytib cho'ng popoz qilgan bilan amaliyot unchalar kuch yo'q bularniki. Ro'yi jihatdan. Buningga Amerikaniki ma qonunni qo'shgan vaqtda Xitoyniki Tayvanga hujum qilishi asosan o'ldi degan gap hozir. Mushunga qo'shilib 2 kunning oldida Amerikaniki markaziy axborot idorasi CIA mushu Twitter, Facebook, Instagram, Telegram qatorliq ijtimoiy tarmoqlarning hammasida bir Xitoycha oddiylashtirilan jan tezi bo'yicha yozilgan bir uqtirishni chiqaryapti bular. Bu uqtirishniki mazmuni nima desanglar, bu uqtirishda agar har qanday odam, har qanday Xitoy CIA bilan aloqalashmoqchi bo'lsa, bexatar holda aloqalashmoqchi bo'lsa, qanday qilsa bo'lganligini usuli tadbisida tushuntirilgan bu uqtirishda. Bu nimadan darak beryapti desanglar, aniq abayatan men gapni bir unutib qolibman. Bu Xitoyniki markaziy komitet a'zolari va unda yuqori darajalik kadrlarniki amaldorlarning chet eldagi mablag'ini oshkorlab o'tish, to'g'nitib o'tish va musodir qilish. Bundan boshqa shundan qo'shib e'lon qilgan yana bir narsa Xitoy amaldorlarining ichidagi Amerika hukumati bilan hamkorlashgan kishilarga kamchilik qilindi degan moddasi bor bunda. Uning qo'shib ma uqtirishni chiqarishga sabab Xitoy hukumati ichidagi Xi Jinpingdan norozi bo'lib turayotgan kishilarni biz bilan hamkorlashinglar, bizni izlanglar, biz bilan aloqalashinglar, bizni uchurlarni ta'minlanglar, kim sizlarga kamchilik qilamiz deb manasini deyotdi bular. Shunga bu Amerikaniki siyosatdagi bir cho'ng yangilik deb qarashga bo'ladi. Bu ishlarning hammasi Xitoyniki Tayvanga hujum qilishini qiyinlashtiryapti. Hozirgi ahvol shunday. Shuna qilib, bugun so'zlaydigan mazmun bu shunchalik. Qancha ko'p ketdi uqmayman. Xabarlar yig'ilgan xabarlar bak chiqdi. Xudoyim bo'lsa, qolganlarini keyingi videolarda tulg'ab mangaman. Bugun mushajja qilay. Amasi bo'ladi. Kilar qatim xayr xo'sh, kilar qatim ko'rish aman bo'linglar, xayr xo'sh bo'linglar. Xudoyim omonat.